Buxoriy nima qilgan? O'shuni qilish kerak. Bir kunda deydi, o'rtog'i aytadiki, esiga bir narsa kelib qolar ekan, kechasi turib yozib qo'yar ekan. Yotar ekan, uxlab, yana bir narsa kelib qolib esiga yozib qo'yar ekan. Bir kecha sanasam 18 marta uyg'ondi degan. O'zi 4 soat uxlagan bo'lsa kerak, nari borsa, belini cho'zib. Shunda 18 marta uyg'ongan ekan. Uxlagan bo'ladimi shu odam? O'shunday bo'lsa Buxoriy chiqadi. Lekin biz xohlaganimizda yashab, aytaman, o'zimiz maza qilib nonushta qilib, xohlaganda uyg'onib, xohlaganda turib, kech payt oshni gumillatib urib, choyni aylantirib ichib o'tiradigan bo'lsak, bizdan Buxoriyning birsi ham chiqmaydi ikki dunyoda. 50 yil o'qisagan. Ularni qilgan ishini, ularni olgan manhajini, ularni qilgan ibodatni qilishimiz kerak. Shunda chiqadi. Kitoblar o'sha kitoblar. Lekin amal yo'q.